Feromonlarni egalariga olib ketyapman. Hozir sizlar bilan birga ularning fikrini eshitamiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Har kuni so'raylar-de, qachon olasan deb mana. Boshqacha bo'lib qoldilar-da. Voy, men yaxshi ko'rar ekanman. Birga yashaylik deb qoldilar o'zlaricha. Olib keldingizmi? Xohlamagan erim buni sevganingizdek xohlab qolar ekan. Bittada ishlatganim o'zida effektini sezdim. Yangi kelin kuyovlardek bo'lib ketamiz yaqinda. Haftada bir marta keladigan odam kelsin keladigan bo'lib qoldilar. Tepishim bilan shunaqa kayfiyatlari ko'tarilib ketadi. Chuv-chuv quyon bo'lib qolamiz. To'yni tezlashtiramiz deyapti. Haqiqat bor ekan-a deyapman. Ko'chaga tag'im chep chiqmagin deydilar. O'zlaricha qizg'anyaptilar. Voy, yoshligimizda qilmagan ishlarni qilyapmiz. Sevmaslikni iloji yo'q, menga ishonavering deydi-ku. Podizdan chiqaman, o'sha podizga taralib ketyapti-da. Qo'shnilarim so'rashyapti, biz ham sepaylik, erimizni qarataylik. Ayol kishi bo'lib turib, sizni hidingizga mazza qilyapmiz deyapti-da. Erim boshqa qizlarga qarab ketdi. Erim yurib ketdi. Iltimos qilaman, eringlarni ayblashni to'xtatinglar. O'zingizlarda qolgan gap. Feromon effektini o'zinglar ko'rdinglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu 5 ta atirni bonusiga berib yuboramiz. Olish uchun pastdagi knopkani bosib ro'yxatdan o'tinglar. O'zbekistonning любой точкasiga dostavka tekin.